أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu taoloning fazl ihson va inoyati bilan at-tafsir muyassar degan tafsir nuzul darsimizni davom qilgan bo'lib, An'am surasi 131 oyat kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu an o'zini darsimizni yana davomlashtirishimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'in kısaca Uygur tercümesi. Bu şunun için ki Parvardigarın şəhərlərinin alisini ularga peygamber əvətib agahlandırmasın
g'aflatlik vaqtlarda zulm qilganligi tufaylidan halok qilgani yo'q. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Parvardigoring xaloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir. Rahmat egisidir. Agar u xohlasa, sizlarni halok qilib, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'z xohlagan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. Sizlarga va'da qilingan qiyomat o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qib maydonga keladi. Sizlar qochib qutulolmaysizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ey qavmim, sizlar kuchinglarning yetishicha ishlanglar. Ya'ni kupringlarda ching turinglar. Menmu cho'qim kuchimni yetishicha ishlayman. Ya'ni menmu o'z da'vatimda ching turman. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'lganligini uzun qolmay bilasizlar. Zolimlar albatta maqsadiga erisholmaydi. Mushriklar Alloh yaratgan ekinlardan va çağırpaylardan, ya'ni to'ga, kala, qo'ylardan Alloh uchun bir hassa, butlar uchun bir hassa ayirib qo'yib, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizla bu Alloh uchundir. Bu ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarning nisbisidan Allohninkiga qo'shishga bo'lmaydi. Allohning nisbisidan butlarnikiga qo'shishga bo'ladi. Mushriklar Allohga atgan hasdan butlarga atgan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassi ichida qoldiradi. Va Alloh boy, buning muhtoj emas deydi. Butlarga atgan hassidan Allohga atgan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassiga qaytarib o'tadi. Ularning qarori nima degan qabih? Mushriklarning shirklari, ya'ni shaytonlar, mushriklarni halok qilish va ularning dinini qalaymaqonlashtirish uchun ularning nurg'ullarga bolalarni o'ltirishni, shuningdek, ya'ni Allohga va butlarga hassa ayirib qo'yishdak taqsimotni shaytonlarga va mushriklarga chiroyli ko'rsatgandek chiroyli ko'rsatdi. Agar Alloh xohlagan bo'lsaydi, ular bu qabih ishini qilmaydi. Ularni Allohga choplagan yolg'onlar bilan birga tark etdi. Xo'sh, zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura. إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم. Çokum biz sakalayn, yani insan bilen cin, şu iki mükellefke peygamber evetişlen ve kitap çürüşlen ularının özür etmeydiğini kıldık. Özürüsünü bitçit kıldık. Daha ki ulardan bir kim öz zulüm bilen ularni cho jazoga tortilib qolmag'ay uchun va u olsa uninga da'vat yetmay turib uni zulm bilan bir kim jazoga tortilib qolmag'ay uchun. Lekin biz
hamma ummatlarga onunğa özlükdek bir yer kaldırmadık. Ve biz bir kimni cezalamadık, azaplamadık. Lekin ularga peygamberlerini evetkendiğin kin, hechqandaq uning uchun bana özür kalmaganda anık azap kıldık. ولكل عامل في طاعة الله تعالى أو معصيته مراتب من عمله يبلغه الله إياها ويجازيه عليها وما ربك أيها الرسول بغافل عما يعمل عباده. Her bir Allah subhanahu ta'alaga mayli o ibadet kılış boysunuş jarayonida olsun yoki Allah qarshi chiqish jarayonida olsun har qanday bir mukallaf va har qanday bir ish qilish uchunchu o'zining amaliga yarasha daraja va martaba bor. Allah u har bir shaxsning o'ziga qilgan amali qarta u darajasiga yetkazdi va u amali qarta unucu ceza ve mukaffatlaydı. Senin Rabbin hay Peygamber aleyhissalatu vesselam u öz bendileri kılgan kılmış hareket ve kılmış söz bu hareketlerden çok hiç kanda gafil emez. Ve Rabbuke eyyuhar Resulüllezî emeren nâse bi'ibâdetih huvel ganiyyü vahdeh. وكل خلقه محتاجون إليه وهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة لو أراد لأهلككم وأوجد قوما غيركم يخلفونكم من بعد فنائكم ويعملون بطاعته تعالى كما أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. Hey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, senin perverdigarın insanlarını yüzge ibadet kılışkı buyurdu. O perverdigarın üzü hemmedin bir hacet, ya ki bu bütün insanların ibadetin bir hacet zat. O perverdigarının ki mahlukatlarının hemmesi olsa o perverdigarına hacetmen. O perverdigarın yani o Allah subhanahu wa ta'ala şunda keng rahim şefkat egisi olgan zattır. Eğer maksat kıysa sizlerinin uzunluğu halak kılıp, yok kılıp, sıldım başka bir kavimni icat kıladı. Ki urun basıdı, o başka sizlerinin urunlarda sizler bir taraf bulup sizler tüygendikin. Ve o urunlu kegen kavimli olsa Allah Teala'ga taat, ibadet, emel kılışlan yaşagan boladı, şirket kıladı. Qandaki payda qilib uzat sizlarni boshqa sildim burun boshqa nasldan paydo qilgandek. İnnellezî yu'idukum bihi rabbukum eyyuhel müşrikûne minel iqâbi alâ kufrikum vâqi'un bikum ve len tu'cizû rabbekum haraben fehuve qâdirun alâ iadetikum ve in sırtum turaben ve idâma. Sizlarga panda nasihat, mav'idigan, mushu zot yoki sizlarni qo'rqatgan, ogohlantirgan zot, ey mushriklar, bu jazodan qo'rqatgan bu zot bo'lsa, sizlarninki kufringlik bilan bu azob bo'lsa, tushkuchur sizlarga. Sizlar qochibmi Rabbinglardan çok qutulanmaysizlar. Herguz Rabbinglarni arziqlamaysizlar. U Rabbinglar sizlar to'pilib so'ngak chirib ketsanglarmi, sizlarni qayta ioda qilishga bu haykal shaklinglarni u zot o'zcha qodir. Demak, herguz qochib qutulmaysizlar.
قل أيها الرسول يا قوم اعملوا على طريقتكم فإني عامل على طريقة التي شرعها إلى ربي جل وعلا فسوف تعلمون عند حلول النقمة بكم من الذي تكون له العاقبة الحسنة إنه لا يفوز برضوان الله تعالى والجنة من تجاوز حده وظلم فأشرك مع الله غيره. Deyin ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ey kavimler, ey cemaat, ey halklar. İslam'ı öz yolunla mağvurunla, öz yolunla batıl itikat üstü devam kılıvırınla. Çukum men bu öz yolum üstüdemiş davet, hakkını yetkizüş, hakka yurtuş jarayanda, men bu öz yolumdu bana verey. Ki Perverdigarım yol koyup egen, muşu şeriat kıyıp egen, muşu şeriat üstüde yol üstüde, men bu bana verey. Pat fursatda bilip qilib qolsizlarda sizlar bu azob tushgandan keyingi go'zal g'alaba, keyingi oqibat kimkan, kim uchun ekanligini patiqini bilib qolsizlar. Haqiqatan g'albaga erishamaydi. E, erishamaydi Alloh subhanahu taoloning jannatiga va roziligiga Allohning chek-chegri qo'yib fasil o'lchamlardan tajovuz qilib halqib ketgan kishi va o'ziga o'zi zulm qilgan kishi va Allohning boshqasini sherik keltirgan kishi Alloh taolaning roziligiga va jannatiga faqat erishamaydi. وجعل المشركون لله جل وعلا جزءا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام يقدمونه للضيوف والمساكين وجعلوا قسما آخر من هذه الأشياء لشركائهم من الأوثان والأنصاب فما كان مخصصا لشركائهم فإنه يصل إليها وحدها ولا يصل إلى الله وما كان مخصصا لله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم بئس حكم القوم وقسمتهم. Müşrikler Allah Celle ve Ala'ga ziraat, mevci ve çarpaylardan ibaret muşu Allah yaratıp bergennesinin ma'lum bir partisini mihmallarga ve miskillerge sunat. Kılattı bu müşrikler bu şeylerden yeni bir partisini özlerininki bu but, latmanat, uzzaldan ibaret bu butları kılattı. Özlerinin şeriklerine onu çıkıp tayinlap koygan neyse bu şeriklerinin üzgül yetetti. Allah'a hiç kandak yetmeydi. Yetmeydi. Bunların gumanıda. Ma o bizim şeriklerimizinki muşunga bizim ilahlarımızınki nesivsi diyen bolsa onundan Allah'ın nesivsi ammaydı. وما كان مخصصا لله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم. Eğer Allah için onun kılgan ayrım onu ayrımda parça kılgan bolsa, ayrım kılgan bolsa o onların şerikleri yetetti. Yani Allah için koygan ayırıp koygan ülüşünün üzü şerikleri yetetti. Eğer şerikleri olsa şeriklerge bölüp koygan ülüş Allah'ın o Allah yetmeydi. Muşundaqdaydı. Neme degen yamana bu kavminin hükmü ve bularının bu taksimatı. Ve kema zeyyene şeytanu lil müşrikine en yec'alu lillahi teala minel hars vel an'ami nasibe ve li şurakaihim nasibe. زينت الشياطين لكثير من المشركين قتل أولادهم
خشية الفقر ليوقعوا هؤلاء الآباء في الهلاك بقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس فيضل أو فيضل ويهلكوا ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه ولكنه قدر ذلك لعلمه بسوء حالهم ومآلهم فاتركهم أيها الرسول وشأنهم فيما يفترون من كذب فسيحكم الله بينك وبينهم. Şeytan müşriklerge Allah Teala için ekinlerden, çarpaylardan ibaret bir ülüç, bir nesivisini kılan kokşaş ve ularning sheriklari uchun bir nasivisini qilgandek qilishni chiroyli ko'rsatgandek shaytonlar bu mushriklarning ko'pinchasiga o'zining bilvoqillarini kambag'allik bo'lib ketishdan qo'rqqanliqdan o'ltirishni go'zal san'atni chiroyli ko'rsatdi. Tainki tushgay bu ota onalar bu nimaga halaqqa tushgay Allah ini haqsiz mush bir canını öldürüşlen bu atanalar halaketga tushsin uchun shayton bu nimaga mushriklarning ko'pinchasiga bundaq bu ahvolni bu qabih ahvollarni chiroq ko'rsatdi va ularning dinni asl ustun qilib aralashtirib o'tish uchun shundan ular ezib ketib halok bo'lsin uchun agar Alloh xolis edi buni qilmagan bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo oshni o'zining ilmisining jahdidan ularning holininki noiti yomonligi va ularniki keyingi oqibatniki yomonligiga Allohning ilmis bo'lg'achqa Alloh uni ishlab bitdi, taqdirladi. Hay Payg'ambar alayhissalatu vassalam ularni o'z holidan qo'yvatgin. Ular shu yolg'ondan iborat to'qigan yolg'on iftirolar bilan billa. Allah sen bilan ular orasiga pat fursatda hukm chiqardi. Xo'sh, velikullin darajatun. Enbiyada velikullin degelihnizi velikulli amilin derecatun. Biyadaki tenvin bu mudafın ileynin ayvad. Tenvin mahdub. Tenvin biyada nime mahdubtun ayvad. Ve li kulli amilin derecatun demekçideydi. İnnemâ tu'adûne la'atin. Bu yani istikbal sigisi tecaddut ne? İfadeleşçün. Ted'ûne deyişi. Pillen keldirişi. Yani ondan başka innemâ tu'adûne la'atin dep bunun da inne huruf müşebbatu bil fi'l tahqiqni uqtirdigan bu harf va lamning kirishi inning kirishi va lamning kirishi innama tu'aduna la'at bu ta'kid uchun chunki bu muxotoblar bu bas ne bu inkor qilyapti-da inkor mushtarij bo'lg'achqa bu yerga ta'kidmi inkorniki hisobi bilan inkorniki naqadar qattiq bo'lganligiga qarata bir ta'kidmi in bilan va lam bilan ta'kidlanib keldi. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.